akalar yomon bo'lyapti. Hozir mana o'zani kunida. Assalomu alaykum, hormanglar. Qori. Aka, bizni narsa nima bo'ldi aka? To'g'rilar. To'g'ri. Tayyormi? Mana. Bo'ldi. Aka, mana shuni hammasini olib ketamiz. Nima edi bu? Nimaga edi? Bu daraxtlarga hozir qonunga olishyapti, keyin 2 gektarga mana shu nimaga? Qulpinoyning nimasiga? Qulpinoyga Yashnatgan, ha. bo'ldi. Xullas akalar ochirib to'p ketdi. Bemalol tezlashamiz. Xullas yetmay qolishi mumkin. Bo'linglar. Bo'ldi. Beraman, bo'ldi. Chegirma qilaveramiz, keyin ayting. Chegirma bormi? Ha, bor. Xullas sadada tashlarda turibmiz. Mana shu tashlardan ko'rsatib qo'yaman. Shoshilib qolinglar. 007 agrovetatiga urug'chilik. Bemalol kelaverasizlar. Hamma narsa bor ekan. Qo'lni ochirib bo'lyapti. Agar tezda like bosib tarqatib qo'yamiz, dehqonchilik sezon boshlandi. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hormanglar. Hamma narsamiz bor. Urug' deysizmi, urug'ga ketadigan dorilar deysizmi, vitaminlar deysizmi, o'tlarni o'ldirgani. Hamma narsa bor. Aka, nima endi? Nima so'rayapsiz aka? Qo'mtayi. Qo'mtayi so'rayapman. Akamiz dehqonsizmi? Qayerdan keldingiz? Besaraydan keldim. Besarangdan. Biz Ramazonlar Ramazonlar. Kanaldan tushgan. Ko'ryapsizlar, ma'ruzaga sepadigan narsa emas bu, vitaminlar bilan. zahardor. Bor. Like bosib tarqatib qo'yamiz, pastki nomerlarni o'qib chiqaverasizlar, akamiz yetkazib beraveradilar. Mana shu birinta ko'rsin, mana shu birinta 007. Lo 007. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum aziz dehqon akalar. Kimga shunaqangi dori-bor mahsulotlar zarur bo'lsa, Toshloq tumanidagi 4 etajli tayda turibmiz. Shu yerga olib ketishlaringiz mumkin. Rosa sizga zarur bo'lmasa, kimgadir jo'natib qo'ysangiz, o'sha odamga foydasi tegib qolishi mumkin.